Assalomu alaykum kanalimiz a'zolar, bizni kuzatib turgan akalar. Xudo xolasa mana keyingi zakaz eshiromlarimizga mana ustunovkalarni o'rnatib, joy-joyiga o'rnatdik. Xo'p, hafta kuniga payshanba 2025-yil 4-dekabr. Bu eshiromlarimizni Andijon viloyati Asaka shahri Niyozbotirga o'rnatdik. Holatlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Kanalimizda yangi kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalar, xudo xolasa keyingi qo'yib borayotgan ishlarimizni ham kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Bir donadan layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Sizlarni bosgan layklar bizning videolarimiz keyinroq tarqatishiga qanday bo'lsa ham yordam beradi. Shunaqa eshiron degan akalarga yetib borsa, biz ham xursand bo'lamiz. Holatlarini mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Jinday joyimiz torligiga imkon qadar chiroyli qilib olishga harakat qilyapmiz. Bu eshiromlarimiz yog'och eshirom, ne abreznoy yog'ochdan bo'lgan. Qalinligi 4,5 sm eshiklarimiz. Holatlarini mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Zamoylarimiz toza zamoy, rezinkalar o'rnatilgan. Ochilib yopishlarni mana bir qator ko'rsatamiz. Holatlarini, sifatlarini bemalol ko'rib baho berishingiz mumkin. Layklarda mayameslar degan umiddamiz. Bu yerda 4 dona eshik, 2 dona rom tayyorlab berdik. Hozir men sizlarga qolgan ikkitasini ham ko'rsataman. Bu tarafimizda 2 eshik, 1 dona romimiz bor. Mana bu tarafimizda mana 2 dona eshigimiz bu tarafda mana. Bu eshiromlarimizni ham mana ochib yopishlari. Xo'p, romlarimiz razmeri 1.45 ga 1.70 razmerda 2 och chekka ochiladi. Mana ochilib yopishlari. Ochilib yopishlari ham xudo xolasa yengil ochilib yopiladi mana. Oynalari oq oynak. Xo'p, eshiklarimizda oq oynak gulli o'rnatib berganmiz. Xo'p, chekalari xudo xolasa mana germetiklangan. Yana bir bor kanalimizda bizni kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalar, xudo xolasa keyingi chiqarib borayotgan videolarimizni ham kuzatib borib, shunaqa eshirom kerak, yog'och eshirom kerak, NDF eshirom kerak degan akalarga Telegram, WhatsApp orqali ham podlisa qilib qo'ysalaring, xudo xolasa bemalol zakaz berishlari mumkin. Musofirda yurgan akalarimiz hammalariga tan joylari sog' bo'lsin. Yilda oxiri kelyapti mana. Keyingi yillarimiz hammamizga qutli barakatli kelsin. Musofirda yurgan akalarimiz hammasi safarda yuradi. Bir siradan layklarni bosib, hammalari uylariga kelib didor ko'rishmoqni Alloh nasib qilsin. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqbosh tumani Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 74 01. WhatsApp, Telegram, email orqali ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Layklarda ham aymaysizlar degan umiddamiz. Hammalarga e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar.